Xalqimizda bir maqol bor, o'zingni pulingni o'ylanib ishlatasan, eringni pulini erkalanib ishlatasan. Shu maqolni eshitganmisizlar o'zi yoki o'zim o'ylab topib olganmanmi? Ajratolmay qoldim. Xullas, bugun erimni pullarini tejab, tergab, sovurishga Andijonga yo'l oldik. Ertalabdan qizim bilan olimpiadaga Qidirshaga yetib keldik. Ishimizni bitirib Andijonga qarab ketdik. Birinchi kirgan manzilimiz Foodie 8000 so'mlik do'kon. O'zimizga kerakli mayda-chuydalarni oldik. Avval Foodie do'konini aylanganimizni aytmabman. Foodie do'koniga kirganimizdan keyin do'konni yaxshilab aylandik. Hamma narsani ko'rdik. U yerdagi hamma narsa juda ham zo'rda. Qani endi biz jalaqidug'imiz aynan shu 8000 so'mlik Foodie do'koni ochilsa. Keyingi manzilimiz qizimni qorni biroz ochganini his qildik. Iris kafesi tomonga yo'l oldik. Iftorga ham o'zimiz bilan ovqat olib oldik. Aniq bilaman-da, bugun kech qizim bilan bir aylanib kelaylik desak, kech bo'lib ketadi. Iris kafesidagi atmosfera juda boshqacha. Ayniqsa bolalar uchun atalgan o'yingoh. Bu yerda onalar farzandlari bilan kelib, bemalol o'zlari choy ichib, farzandlarini o'yin maydonida qoldirsa bo'ladi. Keyin shunchaki qiziqish uchun Zoo magazinga kirdik. Zoo magazinda ham shunaqa yaxshi narsalar bor ekan. Havasga hech kirib ko'rmagan ekan. Baliq, toshbaqa, mushuk, qush, quyosh hammasi bor ekanda. Birpas o'zimiz zoo parkda yurgandek his qildik. Keyin Andijonga kelaman, mana shu Oydinoyni ko'rmay ketaman deb shu ayollar do'koniga kirdik. Bahorga moslab o'zimga kiyim oldim. Qarasam, yonimda qizim rangi o'zgarib boryapti. Darrov Chiko magazini xayolimga keldi. U yerda chegirmalar yomg'iri bo'lyapti. Sizlar ham eshitdinglarmi andijonliklar? Bir dona kiyimga 10%, 4 dona kiyimga 20%, 9 dona kiyimga o'zim hisob-kitob qilib dona kiyim olib chiqdim. Arzon oldikmi, qimmat oldikmi bilmadim. Lekin chegirma degan yozuv ko'nglimizni tinchlantirdi. Kechga yaqin uyga qaytdik. Endi haqiqiy ishlarimiz boshlandi. Uylarni tozaladik, kirlarni yuvdik, qishki kiyimlarimizni ham oldik, yig'ishtirdik va iftorga dasturxon yozdik. Iftorga Iris kafesidan olib kelgan ovqatlarimizdan qo'ydik. Allohga shukr, dasturxonimiz. Xullas, bugungi kunim shunaqa oddiy, lekin barakali.